Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, Tojikiston ahli, chorva ishqibozlari. Sizlarga ajoyib yangiliklarimiz. Biz qancha yildan beri Tojikistonga chorva barechilariga, chorvazorlarga mol yetkazib berishda ko'makdamiz, yordam bermoqdamiz. Yana kimga shunaqangi chorvalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga abrashasa qilishlaringiz mumkin. Aziz vatandoshlar, bu bizni birinchi martamiz emas yoki oxirgi martamiz emas. Shu kommentariyaga yozib qoldirsalaring, kimga mol olib borib bergan bo'lsa yoki kimning molini jo'natib bergan bo'lsak, biz xursandmiz. Kim qabul qilgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta like bosinglar, ko'pchilik ko'radi. Kimda Rossiyadan moli bo'lsa, abrashasa qilishi mumkin. Bemalol, xudo xolasa 100% garantiya yetkazib berishga tayyormiz. Aziz vatandoshlar, sizlarga bu videomizni qilishdan sababki, o'zimizda Tojikiston davlatida mol, ya'ni jonzotlar qimmat bo'lgani sababli biz yordam berishga tayyor. Rossiyadan Kliminoy, xudo xolasa, sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida kimga qanaqa mol kerak bo'lsa, yoki mollaring bo'lsa, biz 100% garantiyasi bilan yetkazib berishga tayyor. Hammalaringga rahmat, like bosinglar, do'stlar, do'st birodarlaringga jo'natinglar. Biz xizmatga tayyormiz.